So'nggi yillarda tashqi savdo siyosatida milliy manfaatlarni himoya qilgan holda xalqaro normalarga mos tartiblarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni shu maqsadda joriy yil 14-mart kuni prezidentning farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, Jahon savdo tashkiloti talablarini inobatga olgan holda 2025-yil 1-iyuldan boshlab 86 turdagi tovarlarga eksport bojxona bojlari joriy etilishi belgilandi. Hurmatli tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari, xabaringiz bor, 2025-yil 14-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahsulotlar eksporti tartib-taomillarini takomillashtirish va qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 47-son farmoni qabul qilindi. Eksport tartib-taomillarini Jahon savdo tashkiloti qoidalariga muvofiqlashtirish maqsadida qabul qilingan mazkur farmon bilan 2025-yil 1-iyuldan boshlab 86 turdagi quyidagi tovarlarga eksport bojxona bojlari joriy etildi va ularning stavkalari tasdiqlandi. Charm xomashyosi va yarim tayyor charm mahsuloti, ipak xomashyosi, paxta ip kalavasi va trikotaj mato tovarlariga. Amalda mazkur tovarlarni eksport qilish uchun uyushmalarning yig'imlari belgilangan bo'lib, 2025-yil 1-iyuldan ular bekor qilinadi. Go'sht mahsulotlari, bug'doy, don, guruch, mineral o'g'itlar, charm xomashyosi, polietilen tereftalat chiqindilari, rangli metall chiqindilari va lomaga. Amalda ushbu tovarlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yoki hukumatning qarorlari asosida ruxsat berilgan holda eksport qilish mumkin edi. Endi ushbu talablar bekor qilindi. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat yaratish, qayta ishlash sanoatini qo'llab-quvvatlash maqsadida respublikada ishlab chiqariladigan strategik xomashyo mahsulotlariga paxta tolasi, paxta linti, polietilen, polipropilen, polietilen tereftalat, polistirol, polivinil xlorid, mis xomashyosi, tabiiy gaz va mineral o'g'itlar eksportiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yoki hukumatining qarorlari asosida ruxsat berilgan edi. Endi ushbu talablar bekor qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 289 va 328 moddalariga ko'ra eksport bojxona boji bojxona to'lovlarining turi hisoblanadi va ushbu mablag'lar to'lovchilar tomonidan bojxona organlarining shaxsiy g'azna hisob varaqlariga to'lanadi. Bojxona kodeksining 327 moddasiga ko'ra, bojxona to'lovlari bojxona deklaratsiyasi qabul qilinguniga qadar yoki qabul qilinishi bilan bir vaqtda to'lanadi. Bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaning 13-ilovasiga ko'ra, bojxona yuk deklaratsiyasining 47-grafasida ushbu to'lov turi 25 raqami bilan ko'rsatiladi hamda tovarning bojxona qiymatidan kelib chiqib belgilangan stavkalar asosida eksport boji hisoblanadi. Eksport bojxona rejimiga eksport bojxona boji stavkalari belgilangan tovarlar bo'yicha yuqoridagi tartibotlar asosida shakllantirilgan bojxona yuk deklaratsiyasi eksportyor korxonalar tomonidan bojxona organlariga taqdim etiladi. Bunda bojxona organlari tomonidan eksport qilinayotgan tovarlar uchun belgilangan stavkalar bojxona yuk deklaratsiyasining 47-grafasida to'g'ri ko'rsatilganligi hamda hisoblangan eksport bojxona boji summasi bojxona organlarining shaxsiy g'azna hisob varaqlariga to'langanligi tekshiriladi. Agar belgilangan stavkalar noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki bojxona organlarining shaxsiy g'azna hisob varaqlariga yetarlicha mablag'lar tashlanmagan bo'lsa, bojxona organlari tomonidan bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish rad etiladi. Yetarlicha mablag'lar to'langan bo'lsa, bojxona organlari tomonidan bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtirilib, tovarlarni eksport qilishga ruxsat beriladi va undirilgan mablag'lar O'zbekiston Respublikasining davlat byudjetiga o'tkaziladi. Eksport bojxona bojlarining belgilanishi tovarlarni eksport qilish uchun ruxsatnoma berishning aniq mexanizm va mezonlarning mavjud emasligi kabi muammoning bartaraf etishda katta rol o'ynaydi. Eng muhimi, O'zbekistonda qo'shilgan qiymat yaratish, qayta ishlash sanoatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi imkoniyatlar vujudga keladi. Ta'kidlash joizki, eksport bojxona bojining o'rnatilishi kelgusida tovarlarning eksport qilish jarayonlarini shaffof, ochiq va aniq amalga oshirilishiga zamin yaratadi. Eng muhimi, bunda eksport bojlari 100% davlat byudjetiga yo'naltiriladi. Tabiiyki, bu ushbu sohalarni maqsadli rag'batlantirishga, respublikada strategik xomashyolardan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga va eng muhimi, yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahsulotlar eksporti tartib-taomillarini takomillashtirish va qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 47-son farmoni eksport tartib-taomillarini yanada takomillashtirish, mahalliy xom ashyo asosida qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rag'batlantirish, qayta ishlash sanoatining investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.